Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sanoatxon opa, siz bo'lasizmi? Ha, Yaxshimisiz opajon, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? yo'q. Avvalambor qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringizga, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insonlaringiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zaldir izhorlarni biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday go'zal tuyg'ularni, iliq hislarni qay bir yaqin insonlaringiz bizni loyihamizga siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin. Uyim yodgora bo'lsa kerak. Albatta, adashmadingiz. Sizni yaxshi ko'rguvchi, hurmat qilguvchi, ardoqlaguvchi jon jigaringiz, singiljoningiz Yodgoraxon tomonidan sizga atalgan go'zal nomalar yetib kelgan ekan. Ularga qo'shimcha ravishda opajoningiz Malohatxon opa va Sabohatxon opalar, akajoningiz Ma'rufjon aka, ukajonlaringiz Bahromjon, Rustamjon, Usmonjon, Muxtorjonlar, kelin qizingiz Klaraxon opa nomlaridan ham qabul aylaysiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga atalgan tabriknomalarini Alloh qodir qilguncha sizga yetkazib bersam. Mayli, rahmat. Omadingiz bo'lsin sizga ham. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonim, qadrli insonim. Meni bu dunyodagi farishtam, bebahoyim, dunyolarning nuriga, jannatlarning huriga alishmagan mehrligim, mehribon opajonim. Sizni bugungi go'zal kuningiz, shukronalik shodiyona ayyomingiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Robbim Rahmonimdan eng ezgu, eng chiroyli tilaklarni tilab qolamiz. Ilohim umrijoningiz uzun, tanu joningiz sog' salomat bo'lsin. Rizqingizga Allohim fayz va barokatlar bersin. Fayzli, barokatli kunlaringizni safi bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'lsin. Parvardigori olamim doimo sizni o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida siylasin, ardoqlasin. Yaxshilarga hamroh qilsin, yomonlardan yiroq qilsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Har bir kuningiz mana shunday baxtlarga lim-molim to'la bo'lsin. Baxtli kunlaringiz safi ko'paygandan ko'payaversin. Mana shunday baxtiyor kunlarni, unutilmas damlarni oila bag'rida, yaqinlar davrasida yana ko'p bora nishonlamoqlikni yaratganim nasib ro'za aylasin. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, sizdek opaning singlisi ekanligimdan hamisha faxrlanaman. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Har doim bizga yelkadosh, sirdosh bo'lganingiz uchun, yaxshi yomon kunlarimizda tirgak ekanligingiz uchun minnatdorman. Sizni bizga tuhfa etgan, sizdek jigar bilan siylagan Allohimga hamd va sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsin. Ilohim yaqinlarimiz bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni yaratmishim nasib etsin. Opajonim, bilaman, bilib-bilmay ko'nglingizga ozor yetkazib qo'ydim. Mana shu bergan ozorlarim, sizni xafa qilib qo'yganim uchun Allohim uchun meni kechiring. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, ishlaringizga esa omadlar ato aylayversin. Aziz boshingiz doimo omon bo'lsin. Dunyodagi muqaddas dargohlarda Allohim mana shunday go'zal kunlarni barchamizni mehmon qilsin. Dilingizdagi orzu havaslaringiz, tilingizdagi tilagan niyat va istaklaringizga Allohim o'zi sizni yetkazsin ilohim. Mehribonim, har bir bosgan qadamingiz fayzli, har bir bosgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin. Hamisha mana shunday go'zal kunlarning sohibasi bo'lavering. Doimo qalbingizda Alloh, tilingizda bismilloh, qo'lingizda esa Qur'on bo'lsin mehribonim. Yuzingizdan kulgi tabassum hech qachon arimasin. Qalbingizdan mehr muhabbatni, iymon halovatini Allohim hech qachon ayirmasin. Har bir o'ylagan orzu havaslaringizga, niyat va tilaklaringizga sizni o'zi suygan ummati va bandalari qatorida Allohim yetkazaversin ilohim. Yanog'ida binafshalar ochiladi, iforidan rayhon hidi sochiladi, esga olib ko'zimda yosh tomchiladi, opalarning eng sarasi mening opam. Bir oh desam hatto jonin fido qilar, iltijosi yaratganga borib yetar, kulishlari volidamga o'xshab ketar, opalarning eng sarasi mening opam deya mana shunday chiroyli dilnomalarni yo'llab qolgan ekanlar.
Rahmat. Sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, shuni ham qizlarga bosh bo'lsin, qizlari ham o'qimishli qizlar bo'lsin oilak. Ilohim. Omadlarni bersin, sizni ham omadingizni bersin seni. Ilohim aytganingiz kelsin. Albatta biz ham mana shunday chiroyli tilaklarga qo'shilib qolamiz. Ilohim yuzlardan oshib minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Doimo yaqinlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang. Aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovuntirar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovuntirar hammani. Jonim mani boyligim, yuzlari nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan, kulib turar gul yuzingizdan. Opa jonim mani boyligim, yuzlari nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan, kulib turar gul yuzingizdan. Opa jonim